Psixologiya bu insonlarni tushunish va ularga yordam berishni o'rgatadigan yo'nalishdir. Agar siz odamlarning fikri, hissiyotlari va muammolari bilan ishlashni xohlasangiz, bu soha siz uchun. O'qishni tugatgandan keyin siz psixolog sifatida ishlaysiz. Ya'ni siz insonlarga stressdan chiqishga, muammolarini hal qilishda va o'zini yaxshiroq tushunishda yordam berasiz. Siz psixologik markazlarda, o'quv muassasalarida, kompaniyalarda va shaxsiy konsultatsiya orqali ishlaysiz. Hozir bu sohada talab tobora oshib bormoqda. Daromad boshlanishiga 4-6 million so'm atrofida bo'ladi. Tajriba ortgani sari 10-20 million so'mgacha oshadi. Kuchli mutaxassislar esa bundan ham yuqori daromad qiladi. O'z mijoz bazasini shakllantirganda eng katta afzalligi siz insonlarga real yordam berasiz va o'z shaxsiy amaliyotingizni yo'lga qo'yib, mustaqil daromad topasiz. Karyerangiz davomida siz kichik mutaxassis sifatida boshlaysiz, keyinchalik trener, konsultant yoki o'z shaxsiy psixologik markazingizni ochishingiz mumkin bo'ladi. O'qish davomida siz umumiy psixologiya, muloqot psixologiyasi, oila psixologiyasi, psixodiagnostika va zamonaviy metodlarni o'zlashtirasiz. Shuningdek, insonlar bilan ishlash ko'nikmalaringiz kuchli rivojlanadi. Eng muhimi, siz ikkinchi kursdan boshlab sohangizga mos bo'lgan real markazlarda va tashkilotlarda amaliyot o'taysiz hamda haqiqiy insonlar bilan ishlashni o'rganasiz. Natijada o'qishni bitirganingizda sizda nafaqat diplom, balki ish tajribasi ham bo'ladi. Psixologiyani Toshkent amaliy fanlar universitetida o'rganing va kuchli mutaxassisga aylaning.